shaharda geyliklar juda ko'p, lekin mana bunaqa ajoyib ranglisini topish juda ham qiyin. E'tiboringiz markazida yangilangan Mercedes javob beruvchi avtomobillar. Avtomobil 4 litrli turbo dvigateldan jihozlangan bo'lib, 605 ta ot kuchiga ega va 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 4.4 sekundda tezlanadi. Avtomobil tashqi ko'rinishida mana bu bamperlarni panjaralari yangilanishi bor va ushbu avtomobilda juda ham kerak bo'lgan bir funksiyalardan biri bu avtomobilni kalitsiz qulflash hamda ochish funksiyasi, keyless go funksiyasi ushbu yengillikka mana endi qo'shildi. Ichki qismiga baho beramiz. Avtomobil yana yangiliklardan biri bu yangilangan multimedia tizim, MBUX tizimi, sensor monitor, yangilangan touchpad, barchaga yoqqan yengillik soati endi yo'q. Uning o'rniga tugmachalar kombinatsiyasi. AMG rul qo'shimcha ajoyib tugmachalar bilan mana shu hamma narsa endi yangi bu avtomobilda. Agar avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bozori chaqqon ilova.